jonliq so'yish haqidagi kitob. Aqiqa, boshqa hayvonlar so'yish ahkomlari hammasi shunga kiradi. Shundan birinchi bob mana aqiqa haqida. Hammamiz bilamiz aslida aqiqa nimaligini. Lekin nimadan olingan aqiqa? Aqiqa aslida chaqaloqning boshidagi sochga aytilinadi. Tug'ilganlik ona sochi bor-ku, ya'ni onasining qonidan tushgandagi. O'sha soch aslida aqiqa deyiladi. Aqiqa ana shuni olib tashlash degani. O'sha chaqaloqning 7-kunida o'sha sochini olib tashlanganda qo'y so'yilgani uchun o'shani aqiqa deyiladi. Sunnat 7-kunda so'yish. Boshqa kunga o'tib ketsa ham zarar qilmaydi, so'yaverish kerak. 3162-hadis. Ummu Kurz aytadilar: Men payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan aytganlarini eshitdim. Anil g'ulami shatani mutakafiyatani va anil jariyati shatun. O'g'il boladan ikkita tingma-ting qo'y so'yilinadi, qiz boladan esa bitta. Tingma-ting deyilgandan maqsad bu yerda ba'zilar aytganki, ya'ni qo'ylari bir-biriga o'xshash bo'lishi kerak. Masalan, bitta kichkina, bitta katta emas, bir xil so'ying. Bir xil ikkita qo'y so'ying. Ba'zilar aytganki, tingma-ting deganda bu yerda qurbonlikka tingma-ting qo'ylar so'yishingiz kerak. Ya'ni qurbonlikka yaraydigan so'yishingiz kerak. U qancha dedik? Masalan, qo'y bo'lsa 6 oyligi ham joiz. Shu birga kirgan deyiladi. Uni jazaa deyiladi qo'y bo'lsa. Lekin afzalrog'i 6 oydan ham katta 1 yosh bo'lishi kerak. Haqiqiy 1 yilga to'lgan, ya'ni. Musinna deyiladi, dedik uni. Mollarda, tuyalarda bo'lsa musinnasi, jazoasi o'tmaydi uni. Uki 1 yoshga to'lib 2 ga kirgani. Yoki musinna o'sha 2 yoshga to'lgan, to'g'ri aytsak, musinna 2 yoshga to'lgan o'tadi uni. Mollarda. Shu o'tgan darsda qurbonlik ahkomlarida ham shu ozroq chalkash bo'ldi. Shu aslida xulosasi, qurbonlikda ham so'yishga halol bo'lgani, joiz bo'lgani, qo'y bo'lsa eng kamida 6 oylik dedik. O'sha qo'yda ham 1 yilligi bo'lgani yaxshi. Lekin boshqa hayvonlarda umuman ularda jazoasi, ya'ni 6 oyligi joiz emas, musinnasi joiz ularda. 2 ga kirgani, ya'ni. Haqiqatda ham xuddi shunday. O'zi mol so'ysa bo'ladimi haqiqatda? Bo'ladi degan ba'zi ulamolar. Qo'y chunki endi bu eng bir nima surati bu, kichkina surati deyishgan. Xuddiki qurbonlik deb, mana qo'y eng kichkina surati-ku. Xo'p, endi o'sha kamchiliklari ham yo'q bo'lishi kerak. Qurbonlikda aytganimizdek, mana o'tdi-ku, qanaqa kamchiliklar bo'lmasligi kerak ekan. Shunday haqiqatda ham. 3163-hadis. Oysha radhiyallohu anha aytadilar: Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizga buyurdilar, o'g'il boladan ikkita qo'y, qiz boladan bitta qo'y so'yishimizga. Kimdir aytadi, nimaga shariat ajratgan deydi, o'g'il bilan qizni, o'g'ilga ikkita, qizga bitta. Demak, qiz bundayroqmi, unga bitta qo'y so'yilinyapti. Bu qiz bundayroqligi uchun emas, hech kim inkor qila olmaydi, o'g'il bola afzal. Buni Alloh o'zi oyatda shunchadan mana az-zukur deganda alif lam bilan keltirdi dedik-ku. Shu ne'mat kattaroq uni. Shuning uchun ham unga bitta ko'proq qo'y so'yilinyapti, mana ikkita qo'y so'yilinadi, ya'ni. Endi savol berish mumkin kimdir. Masalan, 7 ta odam bir bo'lib turib mol so'ysak, haqiqatan 7 talarimiz ham farzandimizga atab joizmi? Xuddi qurbonlikka o'xshab mushtarak bo'lish. Buni men bilmadim, biror kishi ijozat berganligini men hozir yodimda yo'q. Bunaqa narsa qilinmagani afzal, chunki uchratilmagan. 7 ta odam sherik bo'lib turib, ba'zi ulamolar ruxsat berganlar bor, lekin zohiridan mana qo'y deyilindimi? O'zi alohida so'yish kerak. O'tgan darslarda ham ishora qildik buni asli. Masalan, ba'zilar ijozat bergan. Bitta mol so'yilinyapti, tasavvur qiling, siz aqiqa niyatida qo'shilasiz unga. Kimdir qurbonlik niyatida qo'shiladi, kimdir boshqa niyatda. Joiz deganlar bor. 3164-hadis. Salmon ibn Omir aytadilar, u kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan aytganlarini eshitganlar. Inna ma'al g'ulami aqiqa fa ahriqu anhu daman va amitu anhu al-adha. G'ulom, ya'ni g'ulom bola degani. Bolada aqiqa lozim. Undan qon oqizinglar va undan ozorni ketkazinglar deganlar. Ya'ni maqsad ozordan o'sha haligi 7 kunligida soch olish va xatna qilish, ozorni ketkazishdan maqsad. 7 kunligida asli sunnat shu xatna qilinishligi. Endi unga chaqaloq yarasa. Yaramasa kechiktirishda zarari yo'q. Masalan, juda ham kichkina bo'lsa, ozor o'zi kasal tug'ilgan, qon yo'qotib, battar kasal bo'lib ketishlik xavfi bo'lsa, kechiktirishda zarari yo'q, ya'ni. Faqat soch olib qo'yilinadi.
3165 hadis. Samura ibn Jundub radhiyallohu anhudan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Kullu g'ulamin murtahanun bi aqiqatihi tuzbah anhu yawmus sabi'i va yuhlaq ra'suhu va yusamma." Har bir bola aqiqasi bilan garovdadir. Undan 7-kuni so'yiladi, sochi olinadi va nom qo'yiladi. Garovda deyilgani, ya'ni ba'zilar aytganki, ertaga qiyomatda sizni shafoat qilishligini garovi siz unga aqiqa qilgan bo'lishingiz. Masalan, Alloh ko'rsatmasin, endi vafot etsa farzandingiz, yoshligida balog'atga yetmay, inshaalloh qiyomatda sizni shafoat qiladi, to'g'rimi? Ana shunda shafoat qilganda siz unga aqiqa qilgan bo'lishingiz kerak. Aks holda sizni shafoat qilmaydi, garov shu. Ba'zilar shunaqa tafsir qilgan. Ba'zilar aytganki, garovda deyilgani sog' omon bo'lib katta bo'lishligining garovi aqiqa qilish farzand nomidan. Shukronasida xullas endi bu. 7-kunida so'yilinadi. Bu qanday hisoblanadi 7-kuni? Tug'ilgan paytidan. Masalan, kechqurun tug'ilgan bo'lsa, o'sha 1-kun hisoblanadi. Tun ya'ni. Hozirgi mana soat 12 ga qarab o'lchanmaydi. Soat 12 dan keyin tug'ilgan bo'lsa, yangi kunga o'tdi, 12 dan avval tug'ilgan bo'lsa eski kunda deb. Balki mana quyosh botdimi, asrdan keyin. Ana shu yangi kun deb hisoblanadi. Shunda tug'ilsa kechqurun masalan, shu kunni bolasi u. Shu 1-kuni. Yoki kunduzi tug'ilsa ham xuddi shunday. O'sha kunni hisobidan hisoblanaveradi. Va sochi olinadi va nom qo'yilinadi. Nom qo'yilishlikni aslida avval qo'ysa ham joiz. Masalan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'g'illari Ibrohim tug'ilganda bugun meni o'g'lim Ibrohim tug'ildi, Ibrohim deb nom qo'ydim deganlar. Bu endi 7-kunida nom qo'yiladi deyilgani e'lon qilinadi. Nomini masalan paloncha qildik deb. Avvaldan nomini niyat qilib qo'yishning zarari yo'q. 3166 hadis. Yazid ibn Abdul Muzani aytadilar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Yu'aqqu anil g'ulam va la yumassu ra'suhu bidamin." Bola nomidan aqiqa qilinadi va uning boshiga qon surilmaydi. Mana bizning o'zbekchilikda ham ana shu Makka mushriklaridan qolib ketgan urf bor. Haligi chaqaloqni qon chiqargandan keyin boshiga qon surib qo'yadi, xo'rozni, tovuqni. Ana shu mushriklarning ishi haqiqiy. Haligacha bor qishloqlarda bizda bu narsa. Chaqaloqqa qon surib qo'yish. Bu narsa mushriklardan qolgan urf-odat. Mana shuni qaytarganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Boshiga qon surilmaydi. Chunki bu jinlarga sig'inish bu. Ikkinchi bob, babul fara'ati val atira. Bu ham shu jonliq so'yishlikda bir qurbonlik turlaridan fara'a va atira haqida. Fara'a nima degani aslida? 2 xil tafsiri bor, eng mashhur tafsirlardan. Avval jahiliyatda odamlar hayvoni birinchi tuqqan paytida o'sha tug'ilgan bolasini so'ygan. Bu shukrona degan. Hayvondan tug'iydigan hayvon ekan deb birinchi tug'ilgan bolasini so'yishgan. Endi uni butga atab so'yishgan. Shuning uchun ham islomda keyin qaytarilgan bunaqa narsa. Faqat ixtilof bor, mutlaq qaytarilganmi yoki shunaqangi shirk uslubida qilish qaytarilganmi? Mutamiz hali. Ana shu farq degani. Farq degani ya'ni birinchi chiqqan bo'lagini bolani so'yish degani. Xo'p, atira bo'lsa Rajabga atab qurbonlik qilish. O'tgan darslarda ham o'tdik. Rajab oyining 10-sida qurbonlik qilishgan, Rajabiyya deb atashgan uni. Shu narsa joizmi yo'qmi? 3167-hadis. Nubaysha aytadilar: bir odam Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga nido qildi. Aytdiki: "Ya Rasululloh, biz jahiliyatda atira qilardik Rajab oyida." Yuqorida aytganimizdek, Rajabiyya nimasi? Qurbonligi bu. Bizga shuni buyurasizmi? Nima buyurasiz shunda? Qilaylikmi yo'qmi deganlar ya'ni. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Izbahu lillah azza va jalla fi ayyi shahrin kana va barru lillahi va at'imu." Qaysi oyda bo'lsin Alloh azza va jallaga so'yuringlar va Allohga yaxshilik qilinglar va odamlarga taom yediringlar deganlar. Demak, qaysi oyda bo'lsa ham so'yuringlar degandan ulamolar buni aytganki, agar o'sha kunga xoslab qo'ymasang, qaysi kunda bo'lsa ham odamlarga so'yur. Uni jahiliyatdagiga o'xshab qolib bir kunga xoslama. Ana shu uslubda endi biz hozirgi zamondagi bayramlarga qo'llaymiz. Mana 8-mart deydi xotin-qizlar kuni, tabriklashga nimasi yomon deydi. Men uni deydi kofirlarga taqlid qilib qo'yganim yo'q, boshqa deydi. Har kun tabrikla. Har kun sovg'a ber. Aynan shuni aytayaptilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Nimaga aynan shu kunda? Fi ayyawmin kana deyaptilar mana qarang.
Allohga har kun qurbonlik qil, nimaga aynan Rajabda 10-sida xoslayapsan deyaptilar. Yaxshilik qil, taom yedir odamlarga. Nima kerak johiliyatdagidek o'sha kunga xoslab qo'yish? Hozir xuddi shunday. Navro'zda bir endi yangi kunda endi nimasi yomon buni deydi. Yoki yangi yilda, yangi kunda endi nimasi? Xo'p, 21-mart yoki 31-dekabr yangi kun bo'lmasin, 1-yanvar. Boshqa kun bo'lsa, nimaga aynan o'sha kunni xoslaysan? Demak, o'sha kunni xoslab qo'yayotganing dalilki, o'sha kofirlarga o'xshashliging kelyapti seni. Aks holda nimaga xoslaysan uni? Nimaga masalan 1-aprelda yangi yil qilib olinmaydi? Yoki 1-martda masalan. Nima uchun aynan 21-mart bo'lishi kerak? Navro'zda yangi kun qilib oladi. Demak, sen majuslarga yoki solibiylarga, xristianlarga o'xshayapsan. Ana shuni aytayaptilar, har kun xohlagan kuningda Alloh azza va jallaga so'yur. Yaxshilik qil, odamlarga ovqat yediraver deyaptilar. Xullas, atira avval ijozat berilgan bo'lgan, keyin mansux qilingan deyilgan. La atirata deyilgan hadis bor, atira yo'q. Buni ulamolar aytganki, ma'nosida, ya'ni yurib o'sha Rajab 10-si kelganda atira qilaman desang, ayni kofirlarda ishini qilyapsan, qilma deyiladi. Lekin bir odam aytaylik, masalan, har doim o'zi qurbonlik qilib yurgan. Yana bir qurbonlik qilgisi kelib qoldi, Rajab oyiga to'g'ri keldi shu narsa. Qilaversin deyiladi. Shunga o'xshash mana bayramlar ham. Masalan, siz o'zi har kun yeb ichganingizdek yeb ichsangiz, yaxshi bir ovqat qilib, yangi yilga to'g'ri kelib qoladimi? Navro'zga to'g'ri kelib qoladimi? Zarar yo'q uni. Lekin har kun gudaymi? Yoki boshqachami? Ana shunga qarab bilinadi. Keyin so'radilar yana, ya Rasululloh, biz johiliyatda faraq qilardik. Tushuntirdik yuqorida, ya'ni hayvonni tug'ilganida birinchi bolasini so'yish. Buni ikkinchi tafsiri ham bor, yodimizdan ko'tarilibdi. Ikkinchi tafsiri, hayvoningizni agar masalan bir 10 ta bola tug'ib bersa, keyin 10-sini so'yish qurbonlikka. Endi chunki shunchasini tug'ib berdi, bo'ldi, endi bunisini Alloh uchun shukrona qilib qurbonlik qilaylik deb kofirlar shunaqa qilgan qadimda. 10 ta tuqqandan keyin yoki 20 ta tuqqandan keyin nechta tug'sa ham, xullas nechinchisinidir shu so'yishgan. O'shani endi joizmi shunaqa qilish deb so'rayapti sahobalar. Johiliyatda biz shunday qilardik deyaptilar. Bunda nimani buyurasiz bizga? Aytdilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, fi kulli sa'imatin fara'un taghzuhu mashiyatuka hatta idha istahmala zabahtahu fatasaddaqta bilahmihi. Urahu qol ala ibn sabili fa inna zalika huwa khayr. Har qanday hayvoningni bir bo'lagini so'yver deyaptilar. Seni hayvonlaring uni oziqalantirsa, bolasini, toki keyin yuk ko'taradigan bo'lib qolgandan keyin uni so'yasan, go'shtini sadaqa qilasan, musofirga, boshqaga, mana shu yaxshi deganlar. Ya'ni bu yerda ham xuddi shu yuqoridagiga o'xshagan. Hayvonni nimaga aynan birinchi tug'ilgan bolasini so'yishing kerak? Yoki nimaga aynan 10-sidan keyingi bolasini so'yishing kerak? Keyin u bolasi bechorani so'yishdan nima naf? Butun yuqori go'sh ham qilmaydi. Mushuydek bo'lib yotadi bolasi uni. Nima naf undan? Shuning uchun aytayaptilarki, hamma hayvoningni bolasini so'yver, qachon? Bitta tuqqandan, 10 ta tuqqandan keyin emas, qachonki hayvoning uni o'tlatsa, oziqalantirsa, ya'ni bir haligi kuchga kirsin, qo'yli bolasimi, echkini bolasimi, molni bolasimi nima bo'lsa ham, hayvoning oziqalantirsin degan, ya'ni suti emsin, katta bo'lsin, yuk ko'taradigan bo'lib qolsin, tuya bo'lsa masalan. Keyin so'y deyaptilar, shunda bir go'sht qiladi, go'shtini sadaqa qilasan musofirga. Ana shu yaxshi. Xullas, bu yerda maqsad ham tug'ilgandan jonivorni so'yish nima keragi bor uni deyilyapti. Yoki birinchi bolasini, 10-chi bolasini degan narsa. Hammasini so'yaver, katta bo'lgandan keyin faqat. Xullas, mana hadisdan hozir tushuncha, har qanaqangi shunaqangi narsalarni bir maxsus sonlar, maxsus kunlarga qaytlab qo'ymasdan qilish kerak. Johiliyatdagi narsalarga o'xshab qolmaslik uchun. 3168-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "La far'ata va la atirata." Fara'a qilish yo'q, atira qilish ham yo'q deganlar. Buni ma'nosini tushuntirdik ikkalasini ham. Yo'q deganligidan maqsad johilona qilib maxsus kun, maxsus oy, maxsus bir hayvonga qaytlash yo'q. Odatiy suratda so'yib yuraversangiz joiz. Fara'a mana birinchi bolasini so'yish hayvonni, atira bo'lsa Rajab oyida so'yishligi ahli bayt. 3169-hadis. Ibn Umar radhiyallohu anhudan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "La fara'a va la atirata." Fara'a yo'q, atira yo'q. Buni tushuntirdik. Mana shu javoblik, nimasi yomon hayvon so'ysa deydi, nimasi yomon ekan mana. Johillarga o'xshash bo'lib qoladi, shunisi yomon. Boshqacha qilib, boshqa kunlarda so'yish kerak. 3-bob. Babun idza zabahtum fa ahsinu zabha.
Jonivor so'ysanglar, so'yishni yaxshilab qilinglar. Ya'ni haligi jonivorga ozor bermay iloji boricha pichoqlarni o'tkirlab, tezda so'yib, uni qiynamasdan so'yish kerak. 3170-hadis. Shaddad ibn Aws aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Innalloh azza va jalla katabal ihsana ala kulli shay'in, fa idza qataltum fa ahsinul qitlata va idza zabahtum fa ahsinuz zabha, wal yuhid ahadukum shafratahu wal yurih zabihatahu." Alloh har bir ishda ihsonni farz qilgan. Ya'ni ihson degani shuni Alloh ko'rib turgandek qilib, qo'l uchida emas, yaxshilab qilish degani. Ihson shu, yaxshilab qiling. Bana qassoblar ko'pincha shunday bir erinchoq, dangasa bo'lib ketadi, pichog'ini tuzuk quruq o'tkirlamaydi, tuzuk quruq pichoq ishlatmaydi. Jonivorga azob berib so'yadi-da. Bizda qassoblar mana shu narsaga e'tiborli odatda. Lekin arablarda qarasangiz, qassoblar ana shu narsaga o'ta e'tiborsiz. Hayvonni so'yayotgan pichog'ini qarasangiz, u pichog'i sariyog'da kesmaydi. Bir shunday haligi igovga aylanib qolgan. So'yadi ana shuni big'illatib, hayvonni shu pichoq bilan so'yadi. Boltalarni qarasangiz o'tmaydi bir joyi. Ana shunaqangi qilib ozor beradi hayvonga. Shuni ihson yo'qligidan. Ihson degani bir Alloh uchun ish qilish, yaxshilab qilish yo'q. Mendan ketguncha senga yetguncha tarzda qiladi. Ana shunaqa bo'lmaydi musulmon odam deyilyapti. Hamma narsada ihson kerak, qo'l uchida qilmang. O'ldirsang yaxshilab o'ldir bir narsani. Chalajon qilma ya'ni. So'ysang yaxshilab so'y. Uni ham haliga o'tkirlab pichoqlan. Biring pichog'ini o'tkirlasin va zabihasi so'yayotgan hayvonini rohatlantirsin deganlar. Har xil rohat, so'yish rohatlantirishmi? Yaxshilab so'ysangiz rohatlantirishasiz, sezmay ham qoladi. Shunday qutuladi shu jonivor ham hayot dunyodan. Odam aytdi-ku, shunday bo'ynidan qon faqillab chiqib ketgandan keyin odam bo'lam, hayvon bo'ladi, nima bo'lsa ham asli xushdan ketadi u. Chunki odam go'xda qonni ko'rsa xushdan ketib qoladi ko'zi. U bo'ynidan faqillab qon otilib chiqib ketgandan keyin batarqaloq xushdan ketadi u. Shunda tig'iz o'tkir bo'lsa, sezmaydi hech narsani. U big'illagani tabiiy jism big'illaydi. Miya sezmaydi. Ana shuni aytayaptilar, rohatlantirsin deb. Yana bir tafsirda aytilgan rohatlantirsin deganda, haligini bo'ynini kesgandan keyin qo'yib qo'ysin birpas, jon chiqquncha. Birdan haligi bo'ynini uzishga harakat qilmasin. Mana bizda ham mana shunga rioya qilishadi qassoblar. Arablarda ko'pincha mana shu narsaga ham rioya qilmaydi. Birdaniga haligi jonivorning kallasini uzishni boshlaydi, bu yog'i tipichlab yotdi. Miya hali ishlayapti. Ozor unga u. Ana shu rohatlantirsin degani, tomirni qirqqandan keyin qo'yib qo'ysin. Haligi bo'yinni, suyagini qirqmasin birdaniga, jon chiqmaguncha. Haligi nima bor? Bo'yinning orqasida miyaga olib boradigan tomir bor. Shuning uchun ham qassoblar o'shani uzib qo'yadi jonivor ozor chekmasligi uchun. Miyaga borayotgan tomirni uzib qo'ysangiz, miya o'chadi, sezmaydi hayvon keyin. Shuning uchun ham mana shunaqa qilish kerak. Bo'yinni mana tomirini kesish kerak va o'sha miyaga borayotgan tomirni kesib qo'yish kerak. Kallani uzishga harakat qilmaslik kerak. Nima uchun? Chunki ozor chekadi jonivor. O'lsin, keyin uziladi kalla. Ana shu val yurih zabihatahu, so'ygan hayvonni rohatlantirib so'ysin degani. Xo'p, keyingi hadisni ham o'qib qo'yamiz. Ikkita hadis bor ekan. 3171-hadis. Abu Said al-Hudri radhiyallohu anhu aytadilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir odamning oldidan o'tdilar, qo'yni qulog'idan so'rab ketyapti ekanlik tortib. Ozorda endi bu jonivorga. Shunda Rasululloh da'uzunaha va khudh bi salifatiha deganlar. Qulog'ini qo'yvor, bo'ynidan ushla deganlar. Salifa degani mana bo'ynidagi yoli bo'ladi-ku hayvonni. Shu yog'i ya'ni deb shundan tortilinadi. Ana shu ham dalilki, so'yishni olib ketayotganda dumidan tortib, oyog'idan ko'tarib ana shunaqa qilib. Shu narsaga mana odatda arablar ana shunaqa palapartish bo'ladi. Qurbonlik kunida ko'rasiz, hayvonlar multillab o'tiradi, birini qulog'idan, birini dumidan so'rab ketaveradi. Shu birlariga shunaqangi bir odobsizlik kirib qolganda o'rgatmaydi, ulamolar ham ajablanadi shu narsadan. Bizda qassoblar odatda mana shunaqa narsalarga odobli bo'ladi. Pichoqni ko'rsatmaydi hayvonga, quloqdan bundan tortib ketavermaydi. Ozor bermay so'yadi iloji boricha. Salifasidan shu bo'ynidan tort deganlar. 3172-hadis. Salim ibn Abdullah ibn Umar, otalar Abdullah ibn Umardan rivoyat qiladilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buyurdilar pichoqni o'tkirlashlikni va hayvonlardan berkitishlikni. Subhanalloh, mana qarang. Va aytdilar: "Idza bahadukum falyujhiz." Birlaring hayvon so'ysa, jihozlab so'ysin deganlar. Ya'ni haligi hayvonni olib kelib qo'yib,
big'illab qon oqayotgan joyga keyin pichoq qani, bolta qani, kunda qani, pichoqni o'tkirlab kel deb ana shunaqa qilib yurmasin. Hamma narsani tayyor qilib qo'yib, keyin hayvonni olib kelsin deganlar. Shunday qilingki, hayvon bechora sezmay qolsin so'yilgani. Jihozlasin degani tayyor qilib tezda shart kesib yuborish kerak uni. Bu dinni ko'ryapsizmi? Mana qarang mana. Qay darajada hissiyotni rioya qiladi, kerak bo'lsa hayvonni hissini rioya qilyapti. Uni ko'z o'ngida pichoqda o'tkirlab, ozor berib unga boshqa rivoyatlarda kelgan necha marta o'ldiribsan uni deganlar. 2 marta o'ldirishni istaysanmi uni deyilgan. Pichoqni har bir o'tkirlaganingizda u biladi hayvon uni so'yilayotganini. Shuning uchun hamma narsani tayyor qilib qo'yib, keyin uni bir joydan hayvonni bekitib qo'yilgan joydan olib kelib bildirmay so'yib yuborish kerak uni. Ha, endi mana nodonlar bugungi kunda ateistlar yoki mana kofirlar hayvonni so'yishda musulmonlar ozor beradi deydi. O'zlarini qilayotgan ishini qarang ularni. Hayvonlarni hammasini zavodlarda haligi oyoqdan osib qo'yib, tok urdirib ularga big'illatib, tovuqlarni ko'rasiz, fabrikalarda qanaqa qiladi. Arradan o'tkazib uradi hammasini. Jo'jalarni tiriklik arraga tashlab yuborib, mikrobkaga ozorda ular beryapti aslida hayvonga.